Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'misizlar, omonmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? O'zbekistonda yurgan, musofirda yurgan do'stlarimizga ishlaringizni hammangizni xayrli va barakali bo'lsin. Sog'-omon uylaringizga qaytishingizni tilakdoshmiz. Bugun xudo xolasa skitkali, bombalat ko'p baraman narx-navolarni bir like'larni bosib, bizning kanalimizni qo'llab-quvvatlasangiz, xudo xolasa boshladik. Birinchi namiz sayosiyatchilarni xudo xolasa hozir nima deydi? Hammasidan bir ma'lum bir metrajdan qolgan, to'g'risini aytaman, o'zini bahosidan kam bahoda beraman. Videoni ko'radi Alloh bo'lsa, sirasi kelib ikkitaverasiz. 4 metrlikni yechida yo'q, bak 95% bular. 4 metrlikni 25 ming so'mmi? 6 metrlikni 95%sini uni narxini aling bor 35 ming so'mdan qo'yib beraman, o 45 ming so'm, arg'isi 30 ming so'm edi. 35 ming so'm, aling 25 ming so'm ketdi. Hozir sizlarga ekozaborlarning narxlarini sinab tashlaymiz. Bugun xudo xolasa sizlar uchun zo'r manfaatli video bo'ladi. Kelaverasizlar. Ekozaborlarimiz ekozabor oz miqdorda qoldi bular. Tez ketsin, tez aylansın. Keyin gazolli varianti. Hozir qo'yib beradigan narxim o'tgan videolarda aytilmadi. Bundan ham sinib tashlasangiz bomba narxlarda shuni kvadratini 100 ming so'mdan beramiz. Bu beriklisi deb aytiladi. Beriklisi 100 ming so'mdan do'stlar. Yechada yo'q bu baho. Bergisini 85 ming so'mdan aytib beramiz. Gazollisini yaqinroqda ko'rsatib, Zanibek yaqinroqda. Berikli va yana gazolli varianti. Narxlarni eshitdingiz. Bugun bo'g'ani baholarni sindiramiz, yandiramiz bo'g'ani shu. Yana bu 2 metrlik setka. 2 metrlik. Simi 3lik bo'ladi, döşki 5'e 5 bo'ladi. 2 metr 10 metr bo'ladi rulonunda. 490 ming so'mdan qo'yib berdik. 500 ming so'mdan kam sotilmagan 10 ming so'm skitka etdik. O'zi ko'p qo'yilmaydi bu narsalar. Shuning uchun 10 ming so'm qo'limizdan kelsa skitka etganmiz. Hop, ibeda setkilarimiz. Setkilarimizni 40-42 ming so'mga sotib turganini simi почти 4lik yaqinroq bo'ladi. Shtukini 38 ming so'mdan qo'yib beramiz. Stilazimizni ko'rib turibsizlar. Hozir ko'p do'konlarda turibdi bizning stilazlarimiz. Ko'pchilik kladopkilarni yoki bo'lmasa ko'pchilik skladlari, bazalarni aytib turibdilar. Yana ko'rib turganlaringizni har birini 200-150 kilodan ko'taradi. O'zlarimiz har birisi 7 kilodan, ishida 30 tanadan ziyodroq turibdi ishida. Yana ko'rishlaringiz mumkin. Shu stilazimiz narxina keladigan bo'lsak 1 million 700 ming so'm. Menam albatta kelishib dastlabkilari bilan aytib beramiz bu narsani xudo xolasa. Bu setkamiz 208lik semi 20 ming so'mdan ketdi bu. Aksiya narxda. Qaraqazlarimiz 80 ming so'mdan 15 metrlik Namangan pop degan qaraqaz shu. Bular metrajnilarni bular 20 ming so'm, 1,5 metrlik döşki 1/1. Bu qalin ham 20 ming so'mdan qo'yib berdik. Ketdik. Bugun sizlar uchun emas. Xudo xolasa like'larni bosib qo'llab tursanglar 200-210 ming so'mga sotilgan narsani shu videodan ko'rib keldim dedi Alloh uchun 190 ming so'mdan qo'yib berdim. Endi do'stlar, simi 2lik yo'g'an, döşki 2,5. İkisi ham bir narsa. Yine 190 ming so'mga qo'yib berdim. Buni do'stlar, bu 5 metr bo'ladi, 1,5 metr, 5 metr bo'ladi rolonda. Bu 1,5 metr, 10 metr bo'ladi rolonda. Buni 200 ming so'mga qo'yib beramiz 5 metrini. 5 metrini do'stlar yodda saqlab qolasizlar. Xo'p, yine ko'rib turganlaringizni hammasidan sizlar uchun yetarli darajada olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolasa, bizda o'zi ham moq o'sha setga kelgan klientlarimiz ko'pchiligi biladi. Basib olib qo'yamiz. Kima 10 rolon, kima 20 rolon. Xudo xolasa, bunday muammolardan natijada bo'ladi xudo xolasa bizda. Simi 2lik 7 ga 7 keldi. Ruloni 160 ming so'mdan ketdi. Hop, buni yana keladigan bo'lsa, 1.9ligi, bu ham 7 ga 7. Oling buni 135 mingdan qo'yib beraman. Yetsin. Aylansın tezroq bo'ldi. Hozir nima deydi bu? Aksiya xudo xolasa, shu bizani faoliyatimiz boshlanganda 5 yil bo'layotir. Shu munosabat bilan do'stlar. Buni hamma videolar, shu narsalarni setki, parrandaga, mollara, baqadon, qiziqadigan do'stlaringiz bo'lsa, hammasini yeb tasanglar, maksimalni bizani ham 20 ming, 30 ming prosmotr bo'lsa, hammamizga manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, ina bular. Yurtdiganlaringiz. Aytibman-ku 5 yil munosabati bilan xudo xolasa. Ina bular döşki 5'e 5ni 1,5 metr 10 metrlik 360 ming so'mga qo'yib beraman. 370 dan kam sotilma. 360 ketdi. Xo'p, Euro zaborlarimiz
Ha, Instagramda 10.000 abone bolsunsa az kaldı. Xudo xolasa Instagram kanallarımıza ham abone bolup qo'yinglar. 4 yil 7 uz bo'ladi. Ya bo'lmasa 4 yildan gapiramiz deb po'yib bassanlarim chiqadi. Qora qog'ozlarimiz. Bularning narxini al 7 tane. 10 metr bo'ladi rulonda. 1 metr 10 metr 40 ming so'mdan qo'yib beramiz. 45-50 ming so'm. 40 ming so'mman. Lyuboy yerini sasib kelaversinlar. Bemalol. Yetdimi? Endi zaborlarimizga keladigan bo'lsak. Zaborlarimiz yine 1,5 metr 10 metr götürsüler. Xudo xolasa hamma gasanglar shu 100-150 metre iloji boricha taxlab qo'yamiz shuyda. Xo'p. 1,5 metre 2,5 metrlik zaborimiz. 7'ye girmez, simi 3,5'lık. 1,20 ga 7'ye girme, simi 3,5'lık. Bular 5'lik simlayna bular do'stlar. Bular chisti Xitoyniki, zavodniki bular. 5'lik simlay işlar. Görüp dursalar asortimentimiz Xudo xolasa yeterli derecede Lyuboy bir yer bilan konkurensiya eta olamiz. Narxlarımız başka yerlere qaraganda menimcha ko'p yerdan farq etsa kerak. Xo'p, bularni do'stlar 90-95 ming so'mga sotib turibdi. 1,22 armini 87 ming so'm etib beraman. Kanalımız obunachilarına. Xo'p, abisini xo'p 1,50 ga 2,5 degani. 107 ming so'mdan qo'yib berdim. Ketdi. Bu ham 110-115 sotiladi o narsa. Nasip bo'lsa. Xo'p, bu yerda 180ligi bor. 130 ming so'm. Bu yerda 2 metrligi bor. Bu 2 metrlik xo'p 140 ming so'mdan ketdi ana. 2 metre 2,5 sim 3,5lik, unam sim 3,5lik bo'ladi. Endi listovoy setkalarimiz ancha kamayib qolgan. Xudo xolasa bu yerda dolduramiz tez arada. Eng ko'p Xorazmdan kelib ketadilar buni, listovoy setkalarimizni. Xo'p, döşki 6x6, iç sim, üstünden PVH, rezin. Bu ham shuningdek. Döşki 6x6, sim qalınlığı 3,5lik bo'ladi. Bular razmeri standart 2 metre, 1 metrlik bo'ladi do'stlar. Buning narxi 120 ming so'm, buning narxi 130 ming so'm do'stlar. Xo'p, inovalarına keladigan bo'lsak, 170 mingdan bir tiyin kamina sotilmagan setkamizning bir narsani, xudo xolasa bir listini buni 160 qo'yib beramiz. Döşki 1,5 degani bo'ladi. Yine yaqinroqdan ko'rsatib, döşki 1,5 simi 2lik degani bo'ladi. Bu hozir ish ko'rsatib turgan listovoy setkalarimizni xudo xolasa bir olasiz. 15-20 yil men kafolat beraman xudo xolasa. Buni men emas, shu olib turgan yerimiz Xitoychilardan anladi. Ko'pchilik buni o'zlari bular ucuz sifat darajasidan o'tgan sertifikatlarına bor narsa xudo xolasa 15-20 yil shu narsalarga kafolati bor xudo xolasa. Har turli razmeri nalari bo'lsa bor xudo xolasa. Rulon setkalarimiz ham yine her turlari assortimentlarini olib kelib qo'yganmiz. Arian tarafdan bosib turibdi, Barian tarafdan bosib turibdi. Keng assortiment xudo xolasa sizlar uchun. Xo'p, yine Döşkining bedanachi, yani sayroq qushlarni boqadigan do'stlarimiz yine hem zenglemiydi, nirjavishni bo'ladi, nirjaviki. Hem arka tarafdan qushni bemalol ko'ra olishlari uchun Döşki 1 cm 10 cm'lik bo'ladi. Sayroq qushlar uchun chotki idealni setka bo'ladi bu. Buram listi 160 ming so'm, bergisini listi 170 ming so'm, biz simi 2-4lik simda aytiladi. 2,5 bo'ladi. Xolasiz vodiyadan solishtirib ko'ring, xolasiz boshqa yerdan solishtirib ko'ring, xudo xolasa yetarli derecede bor va narxlarimiz shuningdek xudo xolasa. Xo'p, keyin gavion setkalarimiz. Simi 4ligi, simi 3,2ligi razmerlarini bir chetdan tushuntirib o'ting, sizlarga manfaatli bo'ladi. 2 metre 2,5. 2 metre 2 metr. 1,5 metre 3 metr arka tarafından 1,5 metre 3 metr, keyin 2 metre 3 metrligi bor. Xo'p, endi bularni narxlarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, simi 3,2lik, Döşki 5'e 5 bo'ladi do'stlar, 5'e 5. Yine ko'rishlaringiz mumkin. 5'e 5. Buni hozir keng assortimentda eng ko'p sotib turgan narsalarimizdan biri tovuqxona, masalan, dekorativ narsalar uchun ishlatiladi. Endi ko'pchilik bilsa kerak. Shunday hozir eng ko'pini tovuqxona oladilar. Navbatda 15-20 yil garantiya turadi bular ham. Garantiya turadi. Polat sim, Döşki 5'e 5, simi 3,2lik, kvadrati 65 ming so'm bu narsani do'stlar. Xo'p, Barianday 4'liklarniki kvadrati 75 ming so'm. Şu kanal namından telefon etesizlar, xudo xolasa kvadratlarına tushib narxlarini kelishtirib berishga harakat etamiz. Sifatini vaqtida gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Ko'parilib qoladi, boshqa aytadi, bunday narsalar emas. O'zim garantiya beraman. It, bit, sher, perlar uchun, hamma narsa uchun o'zim garantiya qo'yib berib turibman shuni. Shu
Kumda, ne mesela başka yere perende bakada olanı doğrusu hem akmanmaz. İş öyle yığılap gelip gitken adamlar var. İt girip hem tavukum yiyip gitti ya başka oldu şagal girdi, o girdi, bu girdi. Bunun yine hesap olmaydı dostlar burada, xuda xalasa. Sifətine ben aytdıqman 15-20 il kəmində işlətəsiz. Başta pulunu sanayacaq vaxtı sərqiyin boladı. Lakin sifətini səni alıp boğansdan ki 3 il işlətkensin, o pul 4 mərtə, 5 mərtə qağan boladı. Arzan setki alasınız. Hem ne dedir abi? Tavuklarınız, pərəndələriniz garantiyada durmaydı. İşini boladı qarabçısı. Az mən sizə nə oda düşündürərəm. Bilməyin qalaman dostlar. Hop. Gördüsülər, işini assortimentlərimiz var dostlar. Yəni belə rolon setkilərimiz yine. Rolon setkilərimiz yine. Köp assortimenti dostlar. Yəni belə basıq qorxma soda xaladı. Rolon setkilərimiz. Ona epiktadan özünün micazları var. Şunun üçün yeterli dərəcədə var. Bir xızalat gələ verəsilər. İzolla 22 liralıq 2 ilik də baytıladı. 85 milyon so'mga qo'yib beramiz buni dostlar. 85 milyon so'mga. 100 milyon so'mga kamina yo'q shu dostlar. Aytibman, xudo xolasa 5 yil bo'ladi dostlar. Shu 5 yil munosabati bilan iloji boricha sizlar ham, bizlar ham hammamizga manfaatlaydi. Xudo xolasa shu 2 hafta qo'yib berdik bu aksiyamizni. Ekranda telefon nomerlari telefon etsangizlar, xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz. Götdüğünüz derek mahsulatları, sement mahsulatları şu optimum bazada sizlere ne gerek oladigan bo'lsa, xudo xolasa bemalol topishlaringiz mumkin. Keng assortimentli setki qidirib bilgan do'stlaringizni yeb berib qo'yasizlar. Sog' bo'lin, salomat bo'lin. Keyingi videolarda sog'lik, omonlikda görüşguncha do'stlar.